Assalomu alaykum. Anzor KT jamoasini kuzatib borayotgan ukalar, sog' salomatmisizlar. Mana biz xudo xohlasa yana bitta darvozani ustanovka qildik. Xo'p, bu darvozamizda kazirogi bilan birga qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamiz razmeri devordan devorgacha bo'lgan masofada 385 razmerda tayyor bo'lgan. Bo'yi 4 metr razmerda tayyor bo'lgan. Xo'p, yonnorliklariga 12 lik shvilder qo'yib berganmiz. Past qismiga ham mashina o'tadigan joyiga ham 12 lik shvilder qo'yib berganmiz. Yarim 2 qavat fasonda bo'lgan. Birinchi qavatga 1.8 lik list bo'lgan, ikkinchi qavatga 1.1 lik list qo'yib, mana shu joylar shumkali bo'lgan. Tepada bir 50 sm joyi ochilmaydigan bo'lgan. Xohlovchilar uchun buni lazerdan gulukma ham qilib beraveramiz. Bu darvozamizni 1 kvadratini 1 milliondan tayyorlab berganmiz. Kazirogimizni esa 750 mingdan tayyorlab berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, biz ekranda nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videolarimizga bittadan like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.